ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayhi büyük zotning kitoblari Munabbihot degan kitoblarida quyidagi rivoyatni keltiradilar. Xaslatani la shay'a afdal minhuma al-iman billah wa naf'u lil muslimin wa khaslatani la shay'a akhbatha minhuma ash-shirku billah wa ad-durru lil muslimin. İki xislat borki deyaptilar. İki xislat borki ulardan afzal narsa yo'q. Bu Allah Taologa iymon keltirish va musulmonlarga foyda keltirish. Demak ko'rinib turibdiki, Allohga iymon keltirgan odam albatta boshqalarga foyda keltirish kerak. Zarar keltirish kerak emas. Ya'ni ikkita xislat borki, bundan yomonroq xislat yo'q. Bu birinchisi ash-shirku billah, Allohga shirk keltirish. Ikkinchisi va durrul muslimin, odamlar, musulmonlarga zarar keltirish. Qarang, demak iymonli odamda yaxshilik bo'lishi tabiiy ekan-da. Tabiiy ekan. Iymonsiz odamda esa yaxshi kutilmayapti, zarar bo'lyapti. Shuning uchun ham mo'min musulmon sifatida biz doim yaxshi inson bo'lishlikka harakat qilishligimiz kerak aslar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. U zot aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kun o'tirgan kishilar oldidan o'tib qoldilar. Ko'pchilik o'tirgan edi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning oldidan o'tib qoldilarda, ularga qarab aytdilarki, sizlarga yaxshilaringizni yomonlaringizdan ajratib beruvchi narsani aytaymi dedilar. Ular aytdilarki, albatta ya Allohning rasuli, o'rgating dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ularga aytdilarki, xayrukum man yurja xayruhu va yu'manu sharruhu va sharrukum man la yurja xayruhu va la yu'man sharruhu. Imom Termiziy rivoyat qilgan bu hadisda. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, sizlarning yaxshilaringiz yaxshiligi umid qilinadigan va yomonligidan omonda bo'linadigan kishilardir. Sizlarning yomonlaringiz esa yaxshiligi umid qilinmaydigan va yomonligidan omonda bo'lmaydigan kishidir. Mana yaxshi odam kim ekan? Yaxshi odam kim? Uni yaxshiligidan umid qilinadi, yomonligidan omonda bo'ladi. Agar yaxshiligidan umid qilinmasa, yomonligidan omonlik bo'lmasa, u odam yaxshi inson bo'lmaydi ekan aslida. Shuning uchun biz bu olamdan o'tganimizdan keyin ham bizdan keyingi avlod bizni yaxshi inson edi deb eslashligi uchun biz mana shunaqa boshqalarga yaxshilik ulashishligimiz lozim.